Hadisda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Imom Muslimdan rivoyat qilinadi. Alloh taolo aytdi deyapti. Anfiq unfiqu alayk. Alloh taolo aytar ekan: "Ey bandam, sen ehson qilsang, senga men beraman" deydi. Mana hadisning ma'nosini tushundingmi? Ey bandam deydigan Alloh taolo, sen infoq ehson qilsang, so'ngra men senga beraman deydi. Ana shuning uchun musulmonlarning ichida eng yomon ko'rsatilgan sifatlardan biri baxillik. Baxil odamlar oilasiga ham ehson qilmaydi. Uyiga ham ehson qilmaydi. Miskinga ham, faqirga ham, qo'shnisiga ham, do'stiga ham, jo'rasiga ham, masjidga ham biror bir joyga ehson qilmaydi. Qayerga olib boradi to'plar? Uni to'playversa hisob qiyinlashadi. Bermasa gunoh ko'payadi. Shuning uchun Alloh taolo anfiq unfiq alayk deyapti. Sen infoq ehson qilsang, bandam men senga yana beraman deyapti.